Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan uyimiz Vada kanalining ko'chasida bo'ladi. Ko'rib turganlaringizdek 600 kvadratli 2 qavatli hovli joy chiqdi. Hozir sizlarga shuni bir yandan obzor etib beramiz. Ko'rib turganlaringizdek ko'chalarimiz asfalt xili. Bunda doğrudan girish, bog'lari bor. Hozir garaj qismidan girib boraveramiz. Eldalari burchatga bo'lgan temir darvozalar. Bismillahirrahmanirrahim. Berine bu darvozaxonamiz bemalol berib mashina kirgizib qo'ysangiz bo'laveradi. Uy 600 kvadratda joylashgan 2 qavatli. Yine mashina giradigan qismi otopleniya bor. Bir yandan ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Bu yerda girishimiz bilan hojatxonasi olgu qo'yilgan, katta xilasidan da patolog italyanskiy kafeldan urilgan. Shu vaqtning modasi ko'rishlaringiz mumkin. Hozir lekin bunday kafel urmaydilar. Lekin shu vaqtda eng qimmat kafellar bor. Takbida qo'yish uchun rakovinasi. Ben taraf bog' qismi yurtdoshlar. Bog'ini ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda oyoq teylarimiz mramordan bo'lgan. Tak, shu doğrumuzdaki 2 eshik. Bu yerda sauna, basseynlari bor ekan. Girib ko'rdim, hozir ichida svet yo'q, shuning uchun yaxshi tushmaydi. Kelgan odamning o'zi girib ko'rib baho beraveradi. 2 etajdan pishgan karishdan 2 etajdan plita bilan yapılgan. Hurmatli obunachilar. Bog'ning kattaligi o'zim yashayman deb qurib sharoit aytgan ekanlar. Joy zo'r. Panoramik katta oynalar. Endi bir yandan ichini ko'rib boraveramiz. Tak. Bismillah. Bu ikkinchi etajga chiqadi o'n. Lestnitsamiz, xolodilnikni ko'rib turibsizlar. Daewoo. Katta xolodilnik. Hamma chiqadi bu yerda. Bu ishlatilgan avvalgi shu vaqtdagi moda bo'lgan xolodilniklar. Tak, o'ng qo'limizda shu eshikdan girish eshigimiz bir. Girganimizda shunday bir dalan qismi bor. Televizorlarni ko'rib turibsizlar, shu vaqtdagi qimmat televizorlardan biri. Eshikka e'tibor berasizlar. Bu eshikimiz Xiva eshiki. Ruchnoy izdelya deb aytiladi. Qo'lda ishlangan. Buni bahasi o'zi bir turli baho tursa kerak. Qalin eshiklardan ekan. Tak, bu yerda zal joyi bo'ladi. Bu divan kreslolar italyanskiy, tey chiqadi, двухспальный bo'ladi. Bu zal qismi. Eshikka lekin gap bo'lishi mumkin emas. Xivani eshiki. Tak, bu yerda bu kuxna joyimiz, da patolog kafel terilgan. Hamma joyi ko'rib turganlaringizdek. Yine bu mebellar italyanskiy ekan. Shu vaqtda eng bir qimmat mebellari bo'lgan ekan. Hamma chiqadi o'n. Endi ikkinchi qavat bilan tanishib o'tsak. Aynan O'zbekiston bayrog'ini ham qo'yib qo'ydilar. Bunda konditsioner 24'lik. Yerimizde bir xona. Birini spalnya etsangiz bo'ladi. Shu mebelni o'zi, hurmatli obunachilar, yong'oqdan bo'lgan daraxt ekan. Endi tushungan odam tushunadi buni deb aytdilar. Hozir antik variant hisobi bo'lib turibdi ekan bu. Yerinde spalnyasi. Spalnyani ko'rib turibsizlar. Dim katta.
Yine boyuna karanda. Hemen çıkaladı. Remontunu bir abnavit etseniz de evvelki yine video kasetalı televizörle. Hemen Sony firmanınkeyken birden bir kichkina rабочий место qo'ygan o'xshaydilar. Bu yerda yana kompyuterlar qo'yilgan, kitoblar. Bundan ham ko'raverasizlar. Joy mustahkam, 2 qavatdan pishgan garoj, plita bilan yopilgan ekan 2 qavatdan. Bu yerda yana bir ajoyib katta zali bor. Ayak tellerimizni ko'rishingiz mumkin. Parket pol. Zıtırdab ham turibdi. Divan kreslolar, konditsionerlar, shu ko'rib turgan hamma o'zlaringiz qoladi. Stol stullar yaxshi qilingan, kaminli pechan bor ekan. Tak, birinde katta sanuzel, hurmatli obunachilar. Balandlikdan ko'rib turibsizlar. Dakansa kafeli urilgan, patolokadan vannalar, jacuzzi, aristollar qo'yilgan. Общем, sharoit yaxshi, olib turib bir obnovit etsa, bir ajoyib joy bo'ladi, hurmatli obunachilar. İş yönünde bir dana bitmeyotgan yeri bor ekan buni. 5,18 metr ekan uzunluğu. Bir uzun zal berindi. Endi şöyle bir bitmin turibdi, patolog bilan fonini bersalar, beram tayyorlash pol bo'lgan, ozgina ish qilib turibdi. Hurmatli obunachilar, bu joyimizning narxini keladigan bo'lsak, birini $150,000 deb turibdilar. Gelişip qaytib beradi ekan uy egasi. Narx navosini yozib qoldiramiz. Baholar aytib o'tildi. Pullaringiz yetmasa, ikkilamchi kredit ham chiqaveradi ekan, xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, bu uyimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomer qoldiramiz. Bemalol telefonlashib, kelib savdolashib olaverasizlar, xudo xolasa. Kimda kim o'z ko'chmas mulkini sotsak bo'lsam, bemalol bizlarga murojaat qilaveringlar. Uy olishda, sotishda qo'limizdan kelgancha yordam beramiz, xudo xolasa. So'nggi roliklarda görüşünce sağ omon bo'lasizlar.